Assalomu alaykum obunachilar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bizda ish qizg'in. Yana ikkita kichkina apparat boshlaganmiz. Bundan oldingi apparatimiz bitgan. Samarqand Bulung'urga sotilgan apparatimiz bu. Bugun ham xudo xolasa ikkita apparat Samarqand Bulung'urga, ikkita apparat baraka bo'ldi. Bu sezonda o'zida 3 ta apparat berib o'ryapmiz Samarqand Bulung'urga. Bitta apparatimiz qoldi. Bu apparat Jonboyga sotilgan. Bunisi boshida egasi yo'q. Paka boshida egasi yo'q. Xudo xolasa endi vizitga qarab kimga nasib qilgan bo'lsa, shu odam olib ketadi. Apparat bitta dona qoldi bizda. Sulton Agroda bitta qoldi. Bitta bundan, bitta katta apparatimizdan qoldi. Kelaverasizlar akalar. Apparat yetkazib beramiz. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda chiqazib berishga harakat qilamiz apparatlarni.